To'xtang, ko'rsatuv xayrlashuvida keling bir o'yin o'ynaymiz siz bilan. Siz meni chestный отзыв deyishadi rus tilida. Rost fikrlaringiz bilan meni 3 ta so'z bilan ta'riflaysiz. Ijobiy xislatlarimni va albatta salbiy. Men ham sizni eng 3 ta ijobiy va salbiy xislatlaringizni aytaman. Birinchi keling ijobiydan boshlasak, kayfiyatimizni ko'tarib olib, keyin yomon kayfiyatda siz bilan janjallashib xayrlashamiz. Marhamat, meni ta'riflang. Ya'ni hozir ijobiymi? Ha, ijobiy xislatlarim, xarakterim. Ha, Farinaga kelsak. Ijobiy. A few moments later. Qarang, yo'qligidan kelmayapti. Ma, shunchaki so'z topa olmayapman meni ta'riflashga. Zara tasvir se tu kalbes samimiyligi yaxshi. Ikkinchisi Many months later. fikr, men gapimni tushuntirmay qoldim. Xullas, yaxshi fikr bo'lsa eshitadi demoqchiman. Ani quloq soladi, masalan, qanaqadir bir g'oya aytsa, nimadir desa, o'shanga quloq solishi. Keyin iltimos qilsam kliplarimga tekinga tushib berish. Qanaqa tekinga? Bir marta o'zingizning klipingizga chiqib bergandim. Mayli, shu bolaga qo'llab-quvvatlaylik. Ikkinchisiga gaplashdim. Har kun. Ha, bilasiz. Jigar. Endi yomonni sanaysan, xo'sh. Birinchisi, eng yomoni. O'nta qo'lingiz. Ishtada ona dedim men sizga o'ntamas. Men eng yomon ko'radigan narsam mana Farinada bor. Xudo shunaqa majbur qilib qo'ygan. Biron joyda SMS yozsangiz, o'qib turib javob bermaydi. Bu bir. Reaksiya qoldirib qo'yadi. Yoki bo'lmasa ochmaydi ham. Ko'raman-u lekin. Ko'ram keladi. Odam o'q deb yoki bo'lmasa xo'p deb yozib qo'yish kerak. Mayli, bitta shunisini aytib qolgan, keyin ko'rsiz yozib kelaman. Bo'pti, endi men sizga aytaman. Yaxshi. Surgan bitganim yaxshi-yu mana. Yo'q, yaxshi tarafingiz ham yomon-da hozir. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Ona men jar yomon tutdim. Bir aytdim ijtimoiy tarmoqda. Babliksiz. Albatta. Ko'rsatuvda demoqchiman, ko'rsatuvga kelib. Hayotda men bironta qiz oldimdan o'tsam Xayrkashlar. O'z ishlarini bilib turib vaziyatlardan chiqib ketadilar. Har qanday vaziyatda. Yomon tarafimcha. Yomon tarafingiz. Qardiram, yomonlamaydi, mana. Yomonlashga jur'at yetmaydi. Tili gapira olmaydi. O'ylayapman-u. A few moments later. Yo'q-da, unaqasi Farina. Bo'pti, keyingi kursda keling. Mana, keyingi kursimizda shundan boshlaymiz salomlashuv jarayonida. Yo'q, ko'pda tanlamayapman. Yo'q, faqat telefonga yozib kelamiz. Yomon taraflaringiz ko'pda topa olmayapman. Keyingi telefonga yozib kelamiz. 10 ta bo'lsa 10 ta, 5 ta bo'lsa 5 ta aytamiz. Ketdik. Qadrli yurtdoshlar, omon bo'linglar.